Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Xitoy axborotlari koronavirus bemorlarining saqayotganligini tashviq qilmoqda. Gollandiyaning Stolok shahrida Sharq Turkiston davosida navbatdagi fursat va imkoniyatlar haqida yumaloq ustal yig'ini ochildi. Afg'oniston talibanlari bilan Amerika kelishimining muhim nuqtalari. Turmush bilimlaridan savat. Tövəndə ixtiyarlar xəbərlərimizin təfsili məzmunlarında bo'lsin. Koronavirus bilan qazo qilayotganlar har qaysi illat ko'rilayotgan paytlarda Xitoyning yerlik axborotlari, bo'libmi Sharq Turkistondagi Xitoy hukumat axborotlari rayon tavasida koronavirus bilan balniz qilingan bemorlarning saqayib chiqayotganligini tashviq qilmoqda. Xitoy xalq to'rining 1-martdagi xabarida 29 fevral atigan soat 0gacha bo'lgan oraliqda Sharq Turkistonda birmi yangi yuqumlar bayqalmagan. Atalmış abnum rayon miqyosida koronavirus bilan yuqumlanib, hozirgacha balniz qilinganlar jami 76 nafar ekan. Saqayib doktorxonadan chiqqanlar soni 10 ga yetgan. Bularning bir nafar Urumchida, 6 nafari G'uljida, 3 nafari ishlab chiqarish punktiga tabiiy rayonlarda ekan. 1-mart kundagi ma'lumotlarga qaraganda Sharq Turkiston bo'yicha koronavirus yuqum gumoni bilan karantin ostiga ilinganlar 3432 nafar ekan. Uningdan boshqa rayon miqyosida hozirgacha jami 62 yuqumdor saqayib doktorxonadan chiqqanmish. 3 odam hayotidan ayrilgan. Tangirtaq to'g'ri 17 fevraldagi bir xabarda yuqumlanish gumoni bilan kuzatish ostiga ilingan kishilar soni 5245 nafar deb e'lon qilgan edi. Doirlar o'tgan 10 kundan buyon yuqum gumoni bilan kuzatish ostida turayotganlarning umumiy sonini xabar qilishni to'xtatgan bo'lsa-mu, bu sonning qisqa vaqt ichida birdilla 2000 ga yaqin kemishi diqqat qo'zg'amoqda. Xitoy axborotlariga qaraganda Sharq Turkiston yuqumlanuvchilar Qashqar, Xotan va Atish qatorliq Uyg'urlar eng zich o'ltiraqlashgan rayonlarda bayqalmagan. Wuhan virusi Iran, Italiya va hatto meditsinasi eng taraqqiy qilgan ellardan Amerika, Yaponiya va Janubiy Koreyada yuqumdorlarning jiniga zamon bo'layotgan sharoitda Xitoyning qaysi xil usullar bilan shuncha ko'p odamni davolab saqaytayotganligi hozirgacha noma'lum. Yigirma 9 fevral kuni Gollandiyaning Stolok shahrida xalqaro vaziyatning Uyg'urlarga kelgan fursatlari va imkoniyatlarimiz ustida yumaloq ustal yig'ini ochildi. Yig'inga Uyg'ur akademiyasi ijroiya raisi Abdulhamid Qaraxon riyosatchilik qildi. Yig'inda Soyibxon Uyg'ur radio televiziyasi mas'uli Abdusalom Niyoz ichilish so'z qilib, 2017-yildan keyin Xitoyning Sharq Turkistondagi zulmining ish berishiga ergishib, xalqaro vaziyatning Uyg'urlarga kelgan fursatlari va imkoniyatlarini muhokama qilish maqsadida bir kelganligini, Iroq yaqindan kelgan qarindoshlarga ko'pdan ko'p rahmat aytganligini bildirdi. Arqadan Yevropa Uyg'ur akademiyasi hay'atlaridan doktor Aysajon Abidin so'z qilib, mazkur akademiyaning Yevropadagi qurilmasi va faoliyatlari ustida to'xtalish bilan birga Yevropadagi Uyg'ur ziyolilarini tashkillab, Sharq Turkiston davosining Yevropada kuchayish uchun xizmat qilayotganligini o'ttirib qo'ydi. Mazkur yumaloq ustal yig'ini Sharq Turkiston davosiga munosabatli temalar ustida qizg'in kayfiyatda bahs munozara qilinib, tushgan taklif fikrlar xotirlandi. Shundaqla munosabatli Sharq Turkiston tashkilotlari va aktiv faoliyatchilarga yetkazib berish qaror qilindi. Sharq Turkiston davosi uchun xizmat qilayotgan tashkilot mas'ullari, aktiv faoliyatchilar o'zaro fikrlashib, kelgusiga qarta qilishga tegishli muhim ishlar ustida muzokara qilib turishimizning zarurligini muayyanlashtirdi. On 8 oy davomlashgan suhbat va 20 yilga yaqin urushdan keyin Talibanlar bilan Amerika Afg'onistonning tinchligi va chet el askarlarining ayrilishini maqsad qilgan kelishim imzoladi. Uyg'ur agentligining xabar qilishicha, Qatarning poytaxti Dohada imzolangan kelishim Amerika askarlarining 14 oy ichida Afg'onistondan ayrilishi. Oldingi 135 kun ichida Amerika askarlarining 13 mingdan 8600 mingga ozayishi talab qilingan. Taliban rahbarligidagi Afg'oniston Islom Amirligi 1996-yili markaz hukumat qurib, 2001-yil sentabrdan keyingi hujumda bayram bo'lgan. Amerika yo'lab chiqargan Afg'oniston hukumatiga qarshi izchil qarshi turib kelgan. Afg'oniston hukumati Talibanni qonunli siyosiy partiya deb e'tirof qilib, birlik hukumat tashkillashga qatilgan bo'lsa-mu, Taliban Amerika ishg'olchi qo'shini bir kun chiqib ketmasa, bir kun tinchlik yo'q deb rad qilgan. Amerika garchi Talibanni terrorist tashkilot deb qarab, Afg'oniston islom imoratini e'tirof qilgan bo'lsa-mu, Taliban 70% Afg'oniston zaminini kontrol qilib kelgan. Amerikaning 18 yillik urush davomida 2400 askar o'lib, trillion dollar chiqim qilgan. Biroq Bin Ladenni yo'qotishdan boshqa hech qanday amaliy natijaga erishamagan. Amerika Afg'onistonda tinchlik barpo qilmay, demokratik, erkin davlat tiklamagan. Amerika tiklagan Afg'oniston hukumati e'tirofga erishamagan. Mazkur to'xtamda Amerika har bir modda degudek Taliban va Afg'oniston islom amirligini e'tirof qilmaydiganligini ta'kidlab tursa-mu, to'xtamni imzolashga majbur bo'lmoqda. Amerika 1 yil ichida Afg'onistondan butunlay chekinib chiqqan taqdirda Afg'oniston tinchlik erisha olishi notayin. Xuddi Iroq va Liviyadek Afg'oniston talibanlari hamon Amerika tiklab bergan hokimiyatni o'rish uchun tirkishidi. Undan boshqa Afg'onistondagi Shia, Sunniy to'qinishlari, milliy qabilaviy ziddiyatlar, shimoldagi Tojik, Ozar, O'zbeklar bilan janubdagi Taliban boshliq qo'shinlarning o'rtasida ishga urush portlashi mumkin.
Sovet 1989 yili Afg'onistondan chekinib chiqqanda, Sovet tiklab qo'ygan hokimiyatni e'tirof qilmaslik natijasida Afg'onistonda 6 yillik ishga urush portlab, Taliban o'tib chiqqan. Bu qitim Amerika tiklab qo'ygan qo'rchoq hukumat Amerikaning harbiy va iqtisodiy yordamidan ayrilsa, uzoqqa bardoshlik bera olish notayin. Agar Afg'onistonda ishga urush portilsa, Xitoyning Ipak yo'li qurilish ta'siriga uchrash ehtimolligi zo'r. Bu kelishimning e'lon qilinishi bilan bir vaqtda Amerika davlat tarafidan e'tirof qilinmagan va Taliban deb atalgan Afg'oniston islom amirligi tövəndik tadbirlarni qo'llanib, ba'zi tashkilotni o'z ichiga olgan har qanday guruh yoki shaxsni oldini oladi. Afg'oniston tuprog'idan foydalanib Amerika va uning ittifoqdoshlarining bexatarligiga tahdid solgan shaxs, guruh yoki davlatlarning Afg'onistonda harakat qilishiga qat'iy ruxsat qilmaslikka, hamkorlashmaslikka, qabul qilmaslikka va'da berdi va amal qiladi. Beden sog'lomlik kapolatli qilish uchun kishilar bir kunda 3 vaqt g'izolanadi. Ba'zilar yana oraliqda bolka, quruq yal yemish, mevchi va yoki qattiq sut qatorliqlarni iste'mol qiladi. Yuqorqi yemekliklar bilan zich munosabatlik bo'lgani dal har xil qochquchilardir. Kishilar qochquchilarning umri bo'ladi deyishadi. Amaliyotda bunday deyishning belgilik asosi bor. Ba'zi oilalar qochquchilarni necha yildan bir qatim almashtirmay, qayta takror ishiltadi. Ammo urug'shunoslar ko'pchilikni shundoq eskartadiki, odatda ko'p ishiltilgan bir necha xil qochquchilarni vaqti o'tgan hamon almashtirish orqali zaharlanishdan saqlanish kerak. Yog'och cho'klarda yeriq paydo bo'lganda darhol almashtirish lozim. Kishilar yog'och cho'k ishiltish jarayonida tishlash, yuqori temperaturdan o'tkazish va yuvish qatorliq omillar tufaylidan vaqt uzargan sari cho'klar asali yerilib ketadi. Diqqat qilish tegishli bo'lgani shuki, yog'och cho'klarning yerilgan o'rnini pokiz tozalag'ili bo'lmaydi. Kishilar yemekliklarni qisish jarayonida yemeklik qoldig'i asonli yeriq orasiga kirib oladi. Buningga yuqori temperatura va namlikning ta'siri qo'shilsa, yemeklik qoldig'i asonli ko'kirib qoladi. Vaqtida bayqayolmasak, seriq aspargillus zamburg'i zaharlik modda ajratib chiqaradi. Bu xil modda jigar yallig'ini keltirib chiqaradigan bo'lib, ko'pchilik ehtiyot qilish kerak. Shuning uchun yog'och cho'k ishlatganda odatda 3 oydan 6 oygacha vaqtda bir qatam almashtirish kerak. Oshxonadagi yemeklik to'g'raydigan taxta ambalda yeriqchi paydo bo'lsa yoki ko'kirib qolsa, dal vaqtida almashtirish kerak. Taxta ambal kishilar oshxonada doim ishlatadigan saymonlarning biri. Ba'zi oilalar bir necha yildan bir qatim taxtani almashtirmaydi. Agar siz oilada taxtani muvofiq holatda saqlasangiz, 6 oyda bir qatim almashtirsangiz bo'ladi. Agar ishiltish jarayonida taxtada yeriq paydo bo'lish, ko'kirib qilish qatorliq ahvollar ko'rilsa, baldurroq almashtirish zarur. Undaq bo'lmaganda seriq aspargillus zamburg'ining zaharlik modda ajratib chiqarish imkoniyati nihoyat cho'ng bo'ladi. Bu xil zaharlik modda kishilar e'tirof qilgan rak paydo qiluvchi bo'lib, jigar rakining yuz berish xavfini oshiradi. Bexatarlikni ko'zda tutib, ko'pchilikning taxtini vaqtida almashtirishni tavsiya qilinadi. Ko'mish qochquchi ishlatuvchilar qochida qaradab qilish ahvoli ko'rilsa, darhol almashtiring. Ko'mish qochquchida tomoq yeydigan kishilar nihoyat oz. Agar sizning oila sharoitingiz ko'mish qochquchi ishlatishga yor bersa, undaqda qochida qaradab qilish ahvoli ko'rilgan hamon uni almashtiring. Ko'mish qochining qaradab qilishining sababi uningda mis deti shakllanganlikdir. Bexatarlikni ko'zda tutib, bunday qochini ishlatmaslik kerak. Amaliyotda bahosi arzon, sifati ko'rkam qochquchilar yanada parpur qochilar bo'lib, oson buzilmaydi. Ishiltish vaqtimi bir qadar uzun bo'ladi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.